Ushbu videoni butun O'zbekistonliklar ko'rishini xohlardim. Chunki imенно mana shu videoda men sizlarga butun haqiqatni gapirib berishga qaror qildim. Avvalambor o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men o'zining 25 yil umrini o'zini vatani uchun, o'zini oilasi uchun va O'zbekiston qahramoni, ukasi, leytenant Sayor Sadinov uchun bag'ishlagan va xizmat qilgan Sadinov Baxtiyor Saidovichning eng katta farzandi Ferzbek Saidov bo'laman. Yaqindagina meni dadam olamdan o'tdilar va dadamning o'limiga sababchi bo'lgan Botirov Umid Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan hibsga olingan. Bundan tashqari, Samarqand viloyat hokimi Aziz Boboyev lichna uyimizga tashrif buyurganlar va biz holat bo'yicha nima bo'lganligini ularga yetkazganmiz va o'zlari aytdilar, "Men oxirgacha boraman, o'zim hal qilaman" deb bizga va'da berib ketganlar. Natijada sud jarayoni 7 oy davom etishiga qaramay, oxir-oqibat 6 aprel kuni sud unga hukm o'qidi va 6 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi berildi. Hodisa bo'yicha aniqlik kiritaman. 2025-yil 6 oktyabr kuni soat 23:30 atrofida Botirov Umid deganlari avtomobilni mast holda, davlat raqamini yechgan holda va 100 dan oshiq tezlikda, hatto u yerda znak bo'lgan, 50 bo'lgan znakda avtomobilni tez boshqarib, dadamning mashinasini urib, dadamning o'limiga sababchi bo'lgan. O'sha kunning o'zida dadamlar ishdan oyim, dadam, ukam ishdan uyga qaytayotgan chog'ida dadam endi trassaga yo'lga chiqayotgan payti Botirov Umid 100 dan oshiq tezlikda dadamni shofyor tarafdan urib, dadamning o'limiga sababchi bo'lgan. Va bu hodisa video tasvirga ham tushgan, bemalol o'zlaringiz ko'rishingiz mumkin. Natijada meni dadam voqea joyida halok bo'lgan va oyim ikkita oyog'i singan, ukamni boshi yorilgan. Meni amakim leytenant Sayor Sadinov 2000-yil Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanlarida vatanni terroristlardan himoya qilayotgan chog'ida mardlarcha halok bo'lgan. Menimcha ko'plab insonlar bu kishini tanishi kerak. Men o'zim blogimda amakim haqida gapirib berganman. Meni buvimlar Roziya Sadinova, ya'ni men dadamni, amakimni onalari o'sha ikkita farzandini yo'qotyaptilar. Va o'sha ikkita farzandi vatani uchun foydasi tekkan mard va jasur insonlardan edi. Birinchi farzandi leytenant Sayor Sadinov vatanni himoya qilayotgan chog'ida mardlarcha halok bo'lgan bo'lsa-da, meni dadam Sadinov Baxtiyor Saidovich med institutda 7 yil o'qib, vatani uchun 25 yil xizmat qilib va o'zini ukasining niyatini amalga oshiradigan maqsadda mayor zvanyasida pensiya chiqqan inson o'zini vatani uchun xizmat qilgan va o'zini farzandlarini ham, ya'ni meni, ukam Ixtiyandirni, ya'ni ikkinchi ukam Sayyorni dastoyni, asosni tarbiya qilganlar halol mehnatda. Meni dadam ham harbiy, ham vrach, ham tadbirkorlik bilan shug'ullangan va bizani ham universal bo'lishimizni xohlaganlar. O'shaning uchun ham yoshlikdan bizani har kun ertalab soat 5-6 da turg'izib, biza bilan voyenniy chastda harbiylar bilan yurganlar. Bizga o'rnak bo'lganlar va biza uchun ko'p vaqtini sarflagan. Men umuman ko'rmaganman dadamni jo'rabozlik qilganini, ichganini, chakkanini, faqat bizga kitob o'qitardilar. 13 yoshimdan beri meni psixologik kitoblar o'qishga qiziqtirganlar. Ya'ni qanaqa qilib omadga intilish, qanaqa qilib to'g'ri hayot kechirish va qanaqa qilib pulni boshqarish, self improvement degan kitoblarni meni yoshlikdan bizga o'rgatganlar va bo'yimiz o'sishi uchun, fiziki kuchli bo'lishimiz uchun bizani har xil sport turlariga berganlar. Plavaniga, boksga, basketbolga berganlar. Bilimimiz kuchli bo'lishi uchun ingliz tiliga, matematikaga, computer science, ya'ni kompyuterda grafik dizayn, Photoshop bo'yicha o'qitganlar va o'zimizni bilimimiz kuchli bo'lishi uchun pul berganlar. Pulni umuman ayamaganlar. Va o'shaning uchun men dadamdan juda ham minnatdorman, meni shunaqa tarbiya berganlari uchun va halol mehnatda bizani boqqanlari uchun. Va men aniq va dastoyni ayta olamanki, men mana shu ulug' insonni farzandi ekanligimdan juda ham g'ururlanaman va faxrlanaman. Va ushbu videoni chiqarayotganimdan maqsad, ko'plab insonlar mendan so'rashdi, nima bo'ldi, aniqlik kiriting, qanaqa hodisa bo'ldi, adazlar qanaqa qilib halok bo'ldi degan savollar men direktimga ko'p kelganligi uchun men ushbu videoni chiqardim. Va ko'plab insonlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarim mana shu noinsof Botirov Umidga o'xshamasdan ichmaylar umuman. Chunki ichkilik, imina kirasiga ichkilik insonning hayotini barbod qiladi va Xudoyam bu narsani kechirmaydi va bu narsaning jazosini ham beradi. Men bu narsaga ishonaman. Mana shu Botirov Umid meni dadamning o'limiga sababchi bo'lgan noinsof inson hali Xudoning yonida javob beradi. Qonunning oldida javob bergan bo'lsa-da, Xudoning yonida ham u javob beradi. Ichganligi uchun,
tezlikni oshirgani uchun va dadamni o'limiga sababchi bo'lganligi uchun. Biza даже o'sha sud jarayonini o'zida unga aytdik, nimaga aybingni tan olmayapsan? U prosta turib olgan, что men aybsizman, meni aybim yo'q, meni qamatmayli deb turibdi o'sha reshotkani ichida. Sud undan so'radi, sen ichmaganmiding, ichganmiding degan payti u ichmagan deb turibdi. Lekin prokuratura tomonidan bu narsa tasdiqlagan, что реально ichganligi to'g'risida va davlat raqamida ichganligi to'g'risida. Va oxiri sudda oxirgi payti vrach, ya'ni unga tibbiy yordam, tez tibbiy yordam ko'rsatgan insonning o'zi keldi, tashrif buyurdi-da sudga, aytdi, что реально og'zidan spirtli ichimlik kelayotgan edi degan ma'lumotni sudga yetkazdi. Mana shunaqa noinsof shaytondan farqi yo'q insonlarni hali Xudo jazosini beradi. O'zingizni oilangizni yonida yuring, har doim o'zingizni hurmat qiling, ichmang, chakmang, bilim oling va o'zingizni vataningizga o'zingizni foydangizni tekkizing. Va shundagina siz Xudoga bo'lgan o'zingizni minnatdorchiligingizni aytasiz va Xudo sizni barakallaydi. Va dadamni suratlarini men sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Bu men dadamlar Sadinov Baxtiyor Saidovich mayor zvanyasida, ya'ni o'zini ukasini niyatini amalga oshiraman degan maqsadda mayor zvanyasida pensiya chiqqanlar. 25 yil o'zini vatan uchun xizmat qilgan va mana shu ikkita oilamizda ikkita katta yo'qotishni biz boshimizdan kechirganmiz. Sizlarga yetkazmoqchi xabarlarim shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Va'da beraman, men o'zimni dadamni niyatini amalga oshirishga nafaqat men, butun oilamiz bilan, ukalarim bilan biz va'da berganmiz. Hammaga rahmat.